Jumada o'zi aytib beramiz dedik, vaqt bo'lmaganligi uchun bu jumaga surildi. Qaysi qabriston, qaysi manzilda bo'lganini aytmaymiz. Biz huzurimizga oldingi jumada bir kishi keldida bir narsani ming hijolat bilan ko'rinishlardan ham o'zi masalar yaxshi emas ekan, bir qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Birodarlar, biz aytayotgan narsa shu zamonda, shu kunlarda bo'lib turgan holat. Qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Qorika bir ayolni qabri ochildi. Farzandi vafot etdi. Shu farzandini shu qabrga qo'ymoqchi bo'lishdi. Menga kelib shu qabrni ochib bering. Onamlarni, mana shu onalarni qabriga qo'yaman deb aytdilar. Xo'p dedimda, qabrni ko'lab ochib qarasamki, tandirni qabrning ichi xuddi tandirga olov yoqilganda qanday kul bo'lib ketadi qorayib. Xuddi shunday bo'lib turibdi. Qabrga tushib, ko'lab bo'lib, shuni taxtini issiqligini bilib turdim badanimda dedilar. Hozir shu kunda bo'lib turgan holat. Tandirni yoqsangiz, ichi kuyib, qorayib, tushib kul, qabri ichi kul deydi. Shundan tutsam oyog'im kulga tushdi deyapsiz. Qabrni ochdim, tushdim, kul, qabri ichi qop-qora bo'lib ketgan, kuyib ketgan deydi. Shunday deydi, nimani kuygan hidlari kelib turibdi deydi, qabrda deydi. 40 yil oldin qo'yilgan ekan, 40 yil oldin shu ayol. Tushdim, tafta shunday qizib turibdi deydi. Odamlarga ayting, Allohdan qo'rqsinlar. Bildik, u ayol davlat ishida katta rahbar bir lavozimda ishlab, odamlarning musibatida qolgan ayol ekan. Ya'ni odamlarga ko'p zulm qilgan ayol ekan. Bildik. Ey birodarlar, odamlarga zulm qilayotganlar, odamlarga o'zini zulmi bilan hukmini o'tkazishga harakat qilayotganlar, Allohdan qo'rqinglar endi. Ertaga boradigan manzil makon qabrda ahvolimiz shunaqa bo'lmasligiga kim kafil bo'ladi? Kim kafil bo'ladi? Ahvolimizni isloh qilishligimiz kerak. Allohdan qo'rqishligimiz kerak. Qabrimizni nurga to'lg'ishligimiz kerak. Ey birodarlar, qabrni bir siqishligi bor. Qabr hammani siqadi. İçimizden bo'lgan eng solih kishilarni ham siqadi. Hattoki sahobalarni ham bir siqib qo'yib yuborgan. O'sha siqqanida qo'rg'alarimiz bir-biriga qiyishgandan onamiz bizni endi tug'ilganda emizgan suti og'zimizga buloq bo'lib keladi. Og'riqli kuchliligidan. Sizlar birovni haqqini yeyotganlar, odamlarga zulm qilayotganlar, odamlarning obro'sini to'kayotganlar, musulmonlarning aybi nuqsonlarini qidirib yurganlar. Sizlar ertaga nima qilasizlar? Ahvolinglar nima bo'ladi? Va bu dunyoda o'lmayman, bu dunyodan ketmaydigan biror kishi ko'rganmisizlar? Bironta odam bormi? Biron odam inkor etmaydi. Hammamiz dunyodan o'tamiz. Birodarlar, o'tishligimizda yaxshi solih amallar bilan o'tishlikka harakat qilaylik. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlaridek, bizlar bu dunyoda oxirat sandig'ini chiroyli bir holatda yaxshiliklar bilan to'lg'azib qo'yishligimiz kerak. Ya'ni qabrimizni mana shu manzilga borganda qiynalmaylik. Mana shu manzilga borganda azor chekmaylik. Mana shu manzilga borganda Allohning azobi bizga bo'lmasin. Dunyoda mana shunday holatda yashab o'tib ketishligimiz kerak.